Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli Instagram sahifa kuzatuvchilari. Sizlar uchun yana bitta chiroyli video tayyorlayapmiz. Bu video baliqchi akalarimiz, mayda baliq izlab yurgan akalarimiz uchun sizlarga chiroyli bitta kontent videolar chiqaryapmiz. Sotiladigan tovarni baliq olib tashlab katta ko'llarga borib tashlaydigan belamur chavog'i sotilayotgan joydan sizlarga videorolik qilyapmiz. Mana shu havzani ichida sotiladigan balig'imiz bor. Ichida donasiga keladigan bo'lsa 2 millionta baliq tashlangan. Ichiga 2 millionta baliq bor. Kattaligiga keladigan bo'lsa, kattaligi sigaretka degani bu ana shunda bir bo'g'in, ikki bo'g'in, xullas ko'rsatkich barmoqdek baliqlar. Kim shunaqa baliqlar izlab yurgan bo'lsa, ekrandagi qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol bog'lanaversalaringiz bo'ladi. Manzilga keladigan bo'lsak, do'stlar, manzilimiz Surxondaryo viloyati Angor tumani Qoraqir mahallasi. Endi sizlarga yana bitta chiroyli qilib manzilni tushuntirib o'taman. Surxondaryo viloyati Angor tumani. Angor tomondan kelayotgan bo'lsalaringiz, tepalikka chiqmay, o'ng qo'lga burilasizlar. Jarqo'rg'on tarafdan kelayotganlar bo'lsa, mostdan tushib, chap tomonga burilasizlar. Yo'l ustida telefon antennasi turibdi. O'sha antennani tagidan chapga buriladigan yo'lak bor. Yo'lakdan kirib, to'g'ri bemalol kirib kelsalaringiz bo'ladi. Do'stlar, mana shu videoni like bosib tarqatib qo'yishni so'raymiz.